Ushbu mototsiklni yutib olishni istasangiz, videoni oxirigacha o'tkazmasdan tomosha qiling. Aziz yurtdoshlar, Trezvezi avtomaktabi bugundan boshlab Haqlobod shahrida o'z ish faoliyatini boshladi. Avtomaktabimiz yangi ish boshlagani munosabat bilan o'z o'quvchilari uchun sovrinli aksiyaga ham start berdi. Sovrinli aksiyada bitta mototsikl, bitta bepul umra yo'llanmasi, bitta muzlatkich va boshqa turdagi ko'plab qimmatbaho sovg'alarni yutib olishingiz mumkin. Sovrinli aksiyada ishtirok etish sharti juda oddiy, shunchaki avtomaktabimizga qabulga yozilib, 50% lik to'lovni amalga oshirsangiz bas. O'quvchilar soni 100 nafarga yetganda Lototron orqali g'oliblarimiz aniqlanadi. Nasib bo'lsa, shaxsan o'zim sovg'alarni sizga topshiraman. Avtomaktabimizda zamonaviy sharoit, nazariy, amaliy bilimlarni yuqori darajada o'rganishingizda malakali ustozlar jamoasi sizni kutmoqda. Qo'shimcha ma'lumot va qabulga yozilish uchun hoziroq ekran ostidagi raqamlarga bog'laning. Manzilimiz Norin tumani Haqlobod shahar markazi mo'ljal Agrobank binosi ro'parasida. Trezvezi avtomaktabida biz sizni kutamiz. Ushbu xabarni yaqinlaringiz yuborib qo'yish yodingizdan ko'tarilmasin. Bugun bosganliklardan Trezvezi avtomaktabiga obuna bo'lishgan bo'lsa, qo'limda AirPods'larni hadya qilib yuboramiz. Instagramlar bormi? Trezvezi avtomaktabiga obuna bo'lganmisizlar? Yo'q. Bo'lganman shekilli. Qani ko'raylik, agar obuna bo'lgan bo'lsangiz sovg'a yutib olishingiz mumkin. Qani ko'raman. Bo'lmagan. Sizchi? Sizchi? Ko'ringchi, obuna bo'lganman deyapti. Obuna bo'lgan ekan. Obuna bo'lganingiz uchun siz sovg'a yutib oldingiz. Sovg'alarni topshiramiz. Bu sizga. Sog' bo'ling. Sizlar ham obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi sizlar bo'lishlari mumkin, sovg'a yutib olasizlar. Yo'q. Qarab ko'ring, balki obuna bo'lgandirsiz. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, sovg'a yutib olishingiz mumkin. Yo'q, bo'lmagan bo'lsam kerak. Deydi. Manami? Ha. Yo, obuna bo'lmagan ekanlar. Aka, savolim bor edi. Instagram ishlatasizmi? Trezvezi avtomaktabiga obuna bo'lganmisiz? Trezvezi Avtomaktabi. Qarab ko'ring, balki obuna bo'lgandirsiz. Agar obuna bo'lgan bo'lsangiz, sovg'alarimiz bor. 3 dedingiz. Aha, 3i bilan. Ko'pchilikka tashlaganman. Bo'lgan ekanmi? Obuna bo'lgan ekanlar. Keyingi sovg'amizni yutib oldilar. Sovg'alar topshiramiz. Bu sizga. Rahmat, katta sog' bo'linglar. Trezvezi avtomaktabiga ko'pchilik obuna bo'lmagan ekan. Obuna bo'lib qo'ying, albatta. Sizlar bilan yana 3 kundan keyin ko'rishamiz. Qizingizdan qo'rqasizmi? Bugun bosganliklarga Trezvezi avtomaktabiga obuna bo'lishgan bo'lsa, qo'limda AirPods va o'yinchoqlarni hadya qilib yuboramiz. Men savol bersam maylimi? Va alaykum assalom. Instagramdan foydalanasizmi? Ha, foydalanaman. Trezvezi avtomaktabiga obuna bo'lganmisiz? Bilmadim. Tekshirib ko'ring, balki obuna bo'lgandirsiz. Aylan. Aha, shunimiz. Obuna bo'lgan. Obuna bo'lgan ekanlar. Siz sovg'a yutib oldingiz. Sizga hozir tanlov bor obuna bo'lganingiz uchun. Yoki AirPods yoki-da AirPods. Yaqinda bordim. Ha, yo'q, yaqinda bordim deyaptilar. Unda gaplashgan uchun. Obuna bo'lgan bo'lishingiz kerak unda. Mana. Obuna bo'lgan ekan, kamera ko'rsatib berasiz. Obuna bo'lgan ekan. Sovg'alar birini yutib oldingiz. Qaysi birini tanlaysiz? Xohlasangiz AirPods. Ha, o'yinchoqni tanladilar. Marhamat. Rahmat, katta. Sog' bo'ling. Obuna bo'lmagan ekan. Obuna bo'lmagan ekan. Obuna bo'lib qo'ying, keyin safar sovg'asini yutib olishingiz mumkin. Trezvezi avtomaktabiga obuna bo'lganmisiz? Yo'q. Obuna bo'lmagan ekan. Lekin hozir obuna bo'lib qo'ysangiz, keyin konkurslarni yutib olishingiz mumkin. Emas, ana. Obuna bo'lgan ekan. Obuna bo'lganingiz uchun ham sovg'a yutib oldingiz. Bu sovg'a sizga. Bu safar negadir juda ham ko'pchilik obuna bo'libdi. Siz ham Trezvezi avtomaktabiga obuna bo'lib qo'ying va homiyimiz Smart Shopga albatta obuna bo'lib qo'ying. Sizlar bilan 3 kundan keyin ko'rishamiz.